Salom, bugun siz bilan Qozog'iston haqidagi qiziqarli ma'lumotlarni o'rganamiz. Qozog'iston Markaziy Osiyoning yurak qismida joylashgan ulkan davlat bo'lib, uning hududi 207 million kvadrat kilometrdan ortiqni tashkil qiladi. Bu uni dunyodagi eng katta 9-mamlakatga aylantiradi. Qozog'istonning poytaxti Astana, ammo eng yirik shahri Almaty. Keling, bu go'zal mamlakatning geografiyasi va tarix boyliklarini birga o'rganamiz. Qozog'iston Yevrosiyo qit'asining markazida joylashgan bo'lib, uning chegaralari Rossiya, Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston va Turkmaniston bilan tutash. Mamlakat hududi asosan tekisliklar va cho'llardan iborat bo'lsa-da, sharqda Tian Shan va Oltoy tog'lari kabi baland tog' tizimlari ham mavjud. Qozog'istonning tarixi qadimiy ko'chmanchi madaniyatlar bilan bog'liq. Bu yerda skiflar, turkiy qabilalar va mo'g'ullar hukmronlik qilgan. 15-asrda qozoq xonligi tashkil topgan va 19-asrda Rossiya imperiyasi tarkibiga qo'shilgan. 1991-yilda Qozog'iston mustaqillikka erishdi va hozirda Markaziy Osiyoning eng rivojlangan davlatlaridan biridir. Relyefi va tabiati. Qozog'istonning relyefi juda xilma-xil. G'arbda Kaspiy dengizi va Ural tog'lari, sharqda esa baland tog'lar va vodiylar mavjud. Mamlakatning katta qismi cho'l va dashtlardan iborat bo'lib, ular qishloq xo'jaligi va chorvachilik uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Qozog'istonda ko'plab ko'llar mavjud. Ulardan eng mashhuri Balkash ko'li. Bu ko'lning bir qismi shirin, ikkinchi qismi sho'r suvga ega. Shuningdek, dunyodagi eng katta sho'r ko'l bu Orol dengizi. Biroq Orol dengizi so'nggi yillarda qurib ketmoqda. Bu esa ekologik muammolarga olib kelmoqda. Iqlimi va tabiiy boyliklari. Qozog'istonning iqlimi keskin kontinental, qishi sovuq, yozi esa issiq bo'ladi. Cho'llarda yillik yomg'ir miqdori juda kam, tog'li hududlarda esa ko'proq yog'adi. Mamlakat yer osti boyliklariga boy. Qozog'iston neft, gaz, ko'mir va temir rudasi kabi resurslar bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinlarda turadi. Ayniqsa, Kaspiy dengizi atrofida bu katta neft konlari mavjud. Bu resurslar mamlakat iqtisodiyotining asosini tashkil qiladi. Madaniyati va aholisi. Qozog'istonning aholisi 19 millionga yaqin bo'lib, ular turli millat va madaniyat vakillaridan iborat. Asosiy qismi qozoqlar tashkil qilsa-da, ruslar, o'zbeklar, ukrainlar va boshqa millat vakillari ham yashaydi. Qozoq madaniyati ko'chmanchi an'analarga asoslangan. Ular o'zlarining an'anaviy kiyimlari, musiqasi va oshxonalari bilan mashhur. Открывает двери без ключа.